Assalomu alaykum azizlar. Ushbu obyektda biz fasadni bazalt plitasi bilan uteplet qildik, ya'ni issiqlik izolyatsiyasini amalga oshirdik. Bu material xonadonlar uchun eng ishonchli va uzoq xizmat qiladigan variantlardan biri hisoblanadi. Qishda issiqlikni, yozda esa salqinlikni saqlab turadi. Yonmaydi va uyingizni yong'indan ham himoya qiladi. Chunki material yonmaydi. Havo o'tkazadi, namlik va mog'or paydo bo'lishini ham oldini oladi. Chunki material bunday kamchiliklardan xoli. Mustahkam va uzoq yillar davomida xizmat qiladi. Chunki materialning mustahkamligi uning plotnosti juda mustahkam, qalin va aynan mana shunday fasadlar uchun mo'ljallangan. Biz devorni sifatli tayyorlab, izolyatsiya qilgan texnologiya bo'yicha amalga oshirdik. Endi devorlar haroratni o'zgarishidan va ortiqcha isitish xarajatlaridan ishonchli himoya qilingan bo'ldi, xudo xohlasa. Agar uyingizni yanada qulay va tejamkor, mustahkam bo'lishini xohlasangiz, bizga murojaat qiling. Mana shunday issiqlik izolyatsiya ishlarini ham chiroyli, sifatli bajarib beramiz. E'tiboringiz uchun rahmat.